Jigarin yo'qlashga topadi imkon. Oh desam yonimda bo'ladi shu on. O'zi ojiza-yu tikib turar jon. Otamga o'xshagan ammam bor mening. Dunyoda bormikan shundayin jigar? Hatto farishta ham boshini egar. Hovlisin to'ldirib rayhonlar ekar. Otamga o'xshagan ammam bor mening. Yugurar tinchimga xavf solsa bir dard. Taftidan jonimga tushmas sira gard. Bir so'zli vafoli yigitlardan mard. Otamga o'xshagan ammam bor mening. O'zini o'ylamas fidokor shamday. Jilmayib turadi ko'zlari namday. Dardlarim aritar xuddi onamday. Otamga o'xshagan ammam bor mening. Assalomu alaykum qadrdanda qadri baland azizlarim. Sog'omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Istat ammamiz Hoji onamizni jiyanlari Odiljon hamda go'zal kelinlari Xolidaxon nomlaridan xursand qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Allohga shukr, Allohga shukr, rahmat. Bizga Istat Hoji onamiz kerak edilar. Voy, katta rahmat. E'tibor uchun bunday e'tiborli ona qizlarim qayerda yurgan ekan? Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Xo'sh, rahmat. Albatta. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz yodgorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Kattakon rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, ishlaringiz butun bo'lsin. Nimaiki orzu havaslaringiz bo'lsa amalga oshsin. Shunday qizlarni dunyoga keltirgan, shunday tadbirkor bir e'tiborli insonlarni dunyoga keltirgan ota-onalaringizga kattakon rahmat. Sizlar butun bo'lsin. Shunday ajoyib, oqila, dono, soliha qizlari borliklaridan xursand bo'lib yurishsin. Rahmat onajon, ilohim aytganingiz kelsin. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Farzandlarim, nabiralarim. Aynan kim deb o'ylaysiz? Qudalarim ham juda ajoyibda. Hech qaysini ayirib qo'ygim kelmayapti. O'zim yordam beraymi? Yordam bering, marhum. Keling, to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, jonkuyarlaringiz, jon-jigarlaringiz nomidan jiyaningiz Odiljon hamda go'zal keliningiz Xolidaxon tabriklamoqdalar. Voy, meni asallarim, meni tillolarim. Mashalloh. Ana endi ruxsat bersangiz ushbu go'zal tabrikni o'qib eshittiraman. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ibosi yuziga taralgan chiroy, so'zlari ma'noli, o'zi yoqimtoy, qalbi iymon va mehrga ham boy. Sizga tilagim bugun bir jahon, tavallud kuningiz bilan ammajon. Taqdirda ne ko'rsa mardona turgan, shaytonni fikridan yuzini burgan, mehrini barchaga ulashib yurgan. Sizga tilagim bugun bir jahon, shukrona kuningiz bilan ammajon. Assalomu alaykum mehri daryo mehribonim, bebahoyim, yuzlari nurga, ko'zlari sehrga to'la bo'lgan jonkuyar ammajonim. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Allohim umringizni uzoq, tani joningizni sog'omon saqlasin. Alloh sizni o'z yaxshilik
yaxshiliklari ila yaxshilar qatorida qilib siylasin. Farzandlaringiz baxtu kamolini, rohatini rohatlarda, baxtlarini baxtlilar qatorida ko'rishlikni nasib etsin. Ikki olam saodatiga erishib yuring. Yaxshilarga yaqin, yomonlardan yiroq qilsin. Ilohim sizga umra safarlari, haj ziyoratlari nasib etsin. Allohim sizni o'z baytiga qayta va qayta borguvchilar safida qilsin. Ammajonim, yoshligimizni, bolaligimizni juda ham sog'inaman. Bilasizmi ammajon, o'ylab qarasam sizga hech aytmagan ekanman. Ayni bugun sizga shuni aytmoqchi edimki, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizni menga ammam, jigarim qilib bergan Allohimga shukrlarim bo'lsin. Oilamizning suyanchi, tayanchi, ishonchi, boshi bo'lib yuring. To'ylarimizning to'rida, qalbimizning qo'rida bo'ling ammajonim. Ammajon, siz bunchalar yaxshisiz. Oilamiz nuri, qalbim naqshisiz. Otamning jigari, davlatimiz siz. Ammajon, siz bizning savlatimizsiz. Bunchalar ham yoqimli tarovatingiz. Menga o'tgan sizning mahoratingiz. Har bizning uyga kelganingizda bosib turar sizning salobatingiz. Sizdan kelib turar otamning isi. Ularning mehrini sizda ko'raman. Siz dunyodagi eng yaxshi amma. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ammalar ichida a'losidursiz. Gullar ichida siz ra'nosidursiz. Oilamizni jam qilib turgan umrimizning bir ma'nosidursiz. Sizni o'zgacha yaxshi ko'radi qarindoshlarning barchasi. Tilayman hammaning eng kamida bo'lsin sizdek go'zal ammasi deya jiyaningiz hamda keliningiz Odiljon hamda Xolidaxon o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz to'g'ridan to'g'ri yozib olinmoqda. Jiyanlaringizga aytar so'zlaringiz bormi onajon? Avlim bor. Jiyanlarim boriga shukur. Boriga shukur. Akajon bilan bo'lganda eshikda hozirda bo'lganda birinchi bo'lib kirib kelardi. Akajon bo'lganda kirib kelardi. O'rnini bosib turgan toylar umri uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin, qayerda bo'lsa Allohning panohida bo'lsin. Hojonalar bo'lishsin, bolalari qori-qoriyalar bo'lishsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Boshlari to'ydan chiqmasin. Chiroyli kelinimda, holda kelinimdan da ajoyib mehrli, oqibatli kelinlar olishsin. Shu kelinlar olganda borib qo'ldan kelgancha xizmat qilib, yonida turishlikda bizlarga nasib ro'zaylarsin. Hamisha sog' salomat bo'lishsin. Qayerda bo'lsang Odiljon, boshing toshdan bo'lsin, umring uzoq bo'lsin, rizqing butun bo'lsin, bolalaring bilan hammalaring, oilalaring hammalaring umrlaring uzoq bo'lsin. Nimaiki yaxshi niyatlaring bo'lsa amalga oshsin. Mana shuncha nimalar bilan bolalaring, farzandlaringni o'qitayotsan, iloyim shularni rohatini qo'ysin. Qori-qoriyalar bo'lsin, ularni shunday hajlarga yuboradigan bir ajoyib insonlar bo'lib yetishsin. Hamisha yaxshi kunlarda birga bo'laylik. Borlaringga shukur, borlaringga shukur. Hammalaring borlaringga shukur. Aka-ukalaring, singillaringga ham, ayangga ham hammasini jonlari sog' bo'lsa, ertalabdan beri telefon qilishyapti. Hammasi telefon qilib tabriklab turishibdi. Darvoza ochib, ovqatlar solingan, hammani kutib o'tiribman. Qayerda bo'lsalaring sog' salomat bo'linglarda, faqat yaxshi kunlarda birgalikda bo'laylik. E'tiborlaring uchun katta rahmat. Hamisha sizlar mana shunday bizlarni e'tiborga olsanmi, Allohda hamisha e'tiborida bo'ling. Alloh uyida to'rida bo'lin. Alloh shunday baytiga chaqirganini o'zlaring bilmay qolgan. Farzandlaring bilan birgalikda hammalaring haj safarlariga boringlar. Yaxshi niyatlaringni hammasi amalga oshsin. Sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishishni nasib aylasin Allohim. Parvardigor panohida asrasin sizlarni. Mashalloh, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Avvalambor mana shunday oqibatli farzandlarni dunyoga keltirib, to'g'ri tarbiya berib, shu darajaga yetkazgan insonlarga hamd va sanolar bo'lsin. Onajon, sizni umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dunyo turguncha turing. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Katta rahmat sizlarga ham, sog' salomat bo'linglar. Barchamizni o'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin, gunohlarini mag'firat aylasin. Oxiratlari obod bo'lsin. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Rahmat, salomat bo'ling. Ilohim aytganingiz kelsin. Onajon, barcha farzandlaringizga o'zingiz bosh bo'ling. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Rahmat katta. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz.
Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.